Assalomu alaykum. Bu Xalq so'zi va Narodniy Slova gazetalarining jahon kundaligi dasturi. Suriya, Pokiston, Saudiya Arabistoni va Turkiya mudofaa ittifoqiga qo'shilishi mumkin. Suriya tashqi ishlar vaziri Asad ash-Shayboniy Suriya, Pokiston, Saudiya Arabistoni va Turkiya o'rtasida Makkada tuzilgan qo'shma mudofaa to'g'risidagi kelishuvga qo'shilish imkoniyatini ko'rib chiqayotganini, biroq yakuniy qaror hali qabul qilinmaganini ma'lum qildi. Biz Pokiston, Saudiya Arabistoni va Turkiya mintaqadagi juda muhim davlatlar ekanini tushunamiz. Albatta biz mavjud variantlarni o'rganmoqdamiz, degan Shayboniy. Hozircha ushbu ittifoqqa qo'shilish yoki qo'shilmaslik bo'yicha qarorimiz yo'q, deya qo'shimcha qiladi u. Rossiyada hozircha ommaviy safarbarlik rejalashtirilmayapti. Rossiyaning BMTdagi doimiy vakili Vasiliy Rebinziya: Rossiyada safarbarlik bo'lishidan xavotir olmang. Rasmiylar ko'p marta hozirda bizga ommaviy safarbarlik kerak emasligini, u rejalashtirilmayotgani va kutilmayotganini ta'kidlagan. Ammo saylovlardan keyin nima bo'lishini ko'ramiz. Kim haq bo'lib chiqadi, kim xato qilganini vaqt ko'rsatadi, dedi diplomat Nyu-Yorkda ukrainalik jurnalistlarning savollariga javob berar ekan. U shuningdek rossiyalik erkaklarning mamlakatdan ommaviy ravishda chiqib ketayotgani haqida ma'lumotlarni rad etdi. Avvalroq Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya Davlat dumasi saylovlaridan keyin Rossiyada safarbarlik o'tkazish rejalari borligini aytgan edi. Gretsiya mintaqadagi o'zgarishlardan xavotirdami? Haqqini as turkiyalik diplomat fikrlari bilan qiziqdi. Turkiya, Pokiston va Saudiya Arabistoni o'rtasidagi qo'shma mudofaa kelishuvi Hindiston, Isroil yoki Erondan farqli ravishda Gretsiyada xavotirlarni keltirib chiqardi. Anqaraning mintaqadagi ta'siri yanada kuchayishidan xavotirga tushgan Afina Saudiya Arabistoniga tahdid qila boshladi. Qirollik hududida joylashtirilgan Gretsiyaning Patriot raketaga qarshi mudofaa tizimlarini olib chiqib ketishi mumkinligini ma'lum qildi. Biroq so'nggi 2 kun ichida Afina e'tiborni Anqaraning boshqa bir qaroriga qaratdi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'an tomonidan 15 avgust kuni imzolangan dengiz parklarini tashkil etish to'g'risidagi farmon Gretsiyada xavotir uyg'otdi. 16 avgust kuni e'lon qilingan 2 qarorga ko'ra, birinchi park O'rta Yer dengizida, Meis oroli yaqinida, Fethi va Kash qirg'oqlari qarshisida tashkil etiladi. Ikkinchi park esa Egey dengizining shimoliy qismida, Chanaqqala bo'g'ozi yaqinida barpo etiladi. Turkiyaning Gretsiya va Avstriyadagi sobiq elchisi Hasan Gugush Haqqinaz bilan suhbatda dengiz parklarini tashkil etish g'oyasi avvalroq Turkiya va Gretsiya o'rtasida kelishilganini ta'kidladi. Shu sababli Afinaning hozirgi noroziligi tushunarsiz. Zimbabve shimolida parom halokati oqibatida 97 kishi halok bo'ldi deb xabar bermoqda TASS mahalliy politsiyaga tayanib. Hukumat vakili Monika Mutsvangvaning ma'lum qilishicha, 90 kishiga mo'ljallangan parom 11 avgust kuni Zambizi daryosidagi Kariba suv ombori bo'ylab qariyb 180 kishini tashigan. Bundan tashqari suv omborida kuchli to'lqinlar kuzatilgan. Meteorologiya xizmati esa suzishdan tiyilishni tavsiya qilib, bu haqda avvaldan ogohlantirgan edi. Hisobotga ko'ra 770 kishi qutqarib olingan. Kariba suv omborida qidiruv-qutqaruv ishlari davom etmoqda. BBC Media Zona va ko'ngillilar jamoasi bilan birgalikda Rossiyaning Ukrainaga keng ko'lamli bosqini boshlangandan beri halok bo'lgan 241.088 nafar rossiyalik harbiyning ismlarini aniqladi. Haqiqiy halok bo'lganlar soni bundan ko'proq, chunki ismlar ro'yxati faqat ochiq manbalarda mavjud bo'lgan ma'lumotlarga asoslangan. Halok bo'lganlarning 56%ni ko'ngillilar, safarbar qilinganlar va jazoni ijro etish koloniyalaridan urushga ketgan mahbuslar tashkil etadi. Ya'ni urush boshlanganda bu odamlarning hech biri Rossiya armiyasiga aloqador bo'lmagan. Ro'yxat bo'yicha halok bo'lganlarning o'rtacha yoshi 38 yoshni tashkil etadi. Bu bosqinning dastlabki oylaridagidan 13 yoshga ko'p. O'sha davrda asosiy harbiy tayyorgarlikda yaxshi tayyorgarlikdan o'tgan elita bo'linmalarda xizmat qilgan yosh harbiylar qatnashgan. Hozir esa Rossiya armiyasini to'ldirishning asosiy manbai oddiy odamlar bo'lib, ular qisqa muddatli tayyorgarlikdan so'ng frontga yuborilmoqda. Eron rahbariyatining salmoqli qismi halok bo'lishi Washington va Tehron o'rtasida bitim tuzishni qiyinlashtirayotgan omillardan biridir. Bu haqda AQSh prezidenti Donald Trump ma'lum qildi. Harbiy dengiz floti endi yo'q, harbiy havo kuchlari endi yo'q, harbiy rahbariyat yo'q bo'ldi. Muammoning bir qismi shundaki, ko'plab yetakchilar endi oramizda yo'q. Bitim tuzish oson emas. Endi kim boshqarayotganini hech kim bilmaydi, dedi u 77 WABC radio stansiyasi efirida Michael Cohenga bergan intervyusida. Amerika yetakchisi AQSh kompaniyasining asosiy maqsadi Eronning yadro quroliga ega bo'lishiga yo'l qo'ymaslik bo'lganini ta'kidladi. Menimcha, jamoatchilik biz nima qilayotganimizni ko'rib turibdi, chunki Eron hech qachon yadro quroliga ega bo'la olmaydi. Biz Yaqin Sharqqa safar qilishimizga to'g'ri keladi, chunki Eronning yadro quroliga ega bo'lishiga yo'l qo'ya olmaymiz. Ular aqldan ozgan, dedi u.
Eslatib o'tamiz, 28-fevral kuni AQSh va Isroil tomonidan Tehronga berilgan qo'shma havo zarbalari oqibatida Eron oliy rahbari Ali Xomanay halok bo'ldi. Isroil havo zarbalari Xavfsizlik kengashi kotibi Ali Larijoniy, Qurolli kuchlar bosh shtabi boshlig'i Abdulrahim Musaviy, shuningdek mudofaa vaziri Aziz Nasrzodaning o'limiga olib keldi. Xomanay halok bo'lgach, hokimiyat vaqtinchalik prezident Masud Pezeshkian, sud hokimiyati rahbari G'ulom Husayn Muhsiniy Iji va Konstitutsiyani himoya qilish kengashi a'zosi Alirizo Arafiydan iborat 3 tomonlama kengashga o'tdi. Keyinroq Eron ekspertlar kengashi shoshilinch ravishda yangi oliy rahbarni saylashga kirishdi. Uning o'g'li Mojdabo Xomanay yangi oliy rahbar bo'ldi. Bizda hozircha shular. Kanalga obuna bo'ling, izohlarda fikringizni qoldiring.